likmi yoki Gojo? Mana so'radim sizlar uchun. Romen Sukuna va Satoru Gojo orasida jang anime tarixidagi eng katta bahslardan biri. Mening fikrimcha, o'zim fikrini aytyapti. Oddiy holatda ko'pchilik jodugarlarga qarshi Gojo kuchliroq ko'rinadi. Chunki uning limited, ya'ni cheksizligi va infinity texnikasi, ya'ni xullas gap, uni texnikalari juda imba. Bunaqa so'zlarni ham ishlatar ekan. Lekin Sukuna o'zining haqiqiy tajribasi, strategiya va Maharaga adaptatsiyasidan foydalanganligi uchun oxirida Gojoni yenga oldi. Manga natijasiga qarasak, rasmiy jihatdan Sukuna kuchliroq chiqadi. Gojo eng kuchli zamonaviy jodugar. Sukuna tarixdagi eng kuchli la'natlangan mavjudot. Endi bunday so'raymiz. Mana shuni endi so'rovni o'zgartiramiz. Sukuna asl tanasida bo'lgandachi chik deb qo'yibman, bo'lganda tushunadi bu. Asl tanasida bo'lganda ham juda dahshatli kuchli edi, hattoki ko'pchilik uning bu tak asl tanasida, men noto'g'ri yozibman. Asl tanasida bo'lgandachi kim kuchlik? Savolni to'g'riroq beraylik. Agar Ryomen Sukuna o'zining asl Hayen davridagi tanasida bo'lsa va Satoru Gojo bilan jang qilsa, meningcha baribir Sukuna bir oz ustun chiqadi. Asl tanasida Sukuna jismonan kuchliroq. Mana birinchi xato. Asl tanasida jismonan baribir Satoru kuchliroq turadi, chunki uni ko'k va qizil texnikalari uni tanasini cherish uchun kuchli qiladi. To'rt qo'l damen va texnikalarini tezroq kombinatsiya qilishga yordam beradi. Bu to'g'ri gap. Tajribasi yuzlab yillik, to'g'ri. Damen Battle'da u juda ham xavfli. Bu ham to'g'ri. Gojo tezlik va Infinity bilan juda katta muammo yaratadi. Xolof purple, ya'ni Sukuna uchun ham xavfli. Agar Gojo bir nechta xato qilmasa, jang uzoq davom etardi. Shuning uchun ko'pchilik Power Scale fikrida Hayen Sukunani eng kuchligi. Ikkida bo'lsa Gojo eng yaqin odam. Gojoni muxlislari, bu avtorda emas, ChatGPTning fikri. Mo'g'alinglarda mana ChatGPTdan so'raydi. Mana Toji Sukunani nechta barmoqchiga teng? 10 yo 15 barmoq Sukuna kuchida. Bu gapdan keyin sizlar ChatGPTga qarab "Pashol ты в жопу" deyishinglar mumkin. Ba'zilar 15 dan ham past deydi. 15 20 barmoq Sukuna esa Todzidan ancha kuchli hisoblanadi. Ya'ni 15 barmoqlik Sukuna darajasida. Va shundan keyin shuni gapiga ishonasizlarmi, shu gapidan keyin? Siz nimani so'radingiz? Nima farqi bor? Kim deydi, u deydimi, bu deydimi, baribir meni fikrim emasda bu. Discordga hech kim yozmabdi. Hech kim yozmabdi. Tushuntira oladimmi meni fikrimni? ChatGPTni gapi bu eng ahmoqona. Uni gapiga tayanib bu video olishlik, uni gapidan kelib chiqib gapirishlik, bu juda ham ahmoqlik. Siz bizni serverga qo'shilmadingiz-ku, yozing serverga. Kimsiz? Men qanday topaman sizni? Monos Behruzbek sizmisiz? Behruzbek, позвонить. Начать звонок. Allo. Olmayapsiz-ku Behruzbek.
zvonok qiling deb. Maharaga Yuji. Men nazrimda Maharagani Yuji yutoladi. Sabablari bor. Bu haqida ham video qilishim mumkin xohlasanglar. O'zim ham bilmayman keyingi stream qachon. Erta yoki indin. Yo'q, уже bo'ldi. Endi stream qilmayman. Bir 3-4 kun xafa bo'lmaysizlar. Streamga ketadigan vaqtimni o'rniga video qilmoqchiman. Chunki videolarni qarasam, stream qilgandan keyin charchab qolib, video qila olmasdan video qila olmay qolaman ekanda. Ssenariy yozib